Assalomu alaykum barchaga. Mana hozir avtomobil servisdamiz. Komiljon tog'am elektromobillar qiroli. Mana o'g'illari. Hozir dolzarb savollardan biri odamlarning tushunchasidagi gibrid motorlarning qanaqa bo'lishini mana mutaxassisning o'zidan so'raymiz. Hay Komiljon tog'a. Bu biz hammamiz gibrid deganda harakatlanish gibridi bu benzinli dvigatel, benzin harakat vositasi. Bu g'ildiraklarga harakat bermaydi. Bu faqat tok ishlab chiqaradi. Siz harakatlangan paytingizda tokda harakatlanasiz. Tok orqada motori. Bu dvigatel faqat elektr batareyalarni zaryadlab berib turadi. Siz doim siz elektrda harakatlanasiz. Mana bunda bo'lgan muammoni mana tushuntirib bersin mutaxassisimiz. Bu avtomobilimizda bo'lgan muammo, bu avtomobilimizga yomon benzin kuyib qo'yishgan, 80 benzin. Bu avtomobillarga umuman 80 benzin kuyib bo'lmaydi. 95-98 benzin kuyish kerak. Shu yomon benzin kuygan sababli buni porshunda shunaqa sinib ketgan. Motor qaltirab ishlagan, to'rttala porshun sinib ketib, qaltirab ishlagan. Lekin motor ishlab servisgacha yetib kelgan. Big Motors zo'r mashina. O'ylamang, yomon mashina ekan, porshun sinib ketibdi deb o'ylamang. Mashina zo'r mashina, o'zini istaklarini bajo qildirish kerak, обязательно. Yaxshi benzin quyib, chiroyli qarab yursa, xudo xolasa bunaqa muammo bo'lmaydi. Kimda shunaqadir muammo bo'lsa, murojaat qilishi mumkin. Sog'lig'ini, salomatligini Big Motors C16. Avtorim jamoasi sizlarga doim yordam beradi. Rahmat.